Yozda chillasida ham mana shunday ayni 50 gradus issiqda shunday soya salqin joydan bez remont o'zim xohlaganimdek dedimdakida remont qila olaman degan qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun sizlar bilan Chilonzor 19-kvartalda joylashgan 3 xona uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi bo'ladi. 5:20 ga ko'chib o'tdik. Bu yoqda esa spalniy qismimiz bo'ladi. Ota-onalar xonasi, bu yoq ham zalimiz bilan bir xil kattalik va kenglikda bo'ladi. Patologlarimiz 285 bo'ladi. Ko'rib turganinglardek. Bu yerda esa oshxonamiz o'z o'rnida qolgan. Ta'mirdan so'ng esa o'zlaringizga qarab 3 xona 4 xonaga ham bemalol o'zgartirsalar bo'ladi. 1,5 uch bo'lgan balkonimiz. Ko'rib turganinglardek uyimizda hamma romlari alishgan. Akvariumga 4 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan bo'ladi. Umumiy maydoni 65 metr kvadratdan iborat. Glavniy eshikdan kirib kelish, razdельный sanuzolimiz va bolalar xonasi bo'ladi. 290 ga 520 bo'ladi. Bu xonamiz ham ko'rib turganinglardek bu yerda ham romlar alishgan. Uyimiz absolyutno bez remont holatda. O'zlaring dedinglardagidek bemalol ta'mirlab olsalaring bo'ladi, xohlagan dizayninglarda. Razdельный sanuzolimiz vanna qismi. Eski davrda qanday topshirilgan bo'lsa, qurib o'sha holatda turibdi uyimiz, remontda. Hojatxonamiz. Glavniy eshiklarimizgacha hatto temirli glavniy eshiklar. Ushbu uyimiz mo'ljalga keladigan bo'lsak, Chilonzor 19-kvartal shunda bozorchadan kirganda ikkinchi liniyada joylashgan ushbu uyimizda egalari $70,500 baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.